Maxsus professional montajniy kleylarimizni tayyorlab qo'ydik. Nimaga tayyorlab qo'ydik desak, hozir shu g'ishtlarni, kafillarni, temir ug'onliklarni, plastik korplarni, shlaka bloklarni hammasini devorga yopishtirib tekshirib ko'ramiz. Qani tabiat qo'ynida ochiq havoda o'zini qanday tutar ekan. Qanaqa kley ishlatamiz desangiz, albatta Neroni professional kleylarni ishlatamiz. Bu poliuretanoviy усиленный kley yoki montajniy kley bo'lishi mumkin. Undan tashqari spesialniy pena kley. Bu oddiy penalardan farqi, bu professionalniy yondashuvga oddiy yechim bo'ladi. Ya'ni Nero brendining har xil professionalniy kleylardan. Xullas, yopishtirish temasiga o'tamiz. Aslida hech qanaqa tayyorgarligimiz yo'q. Ko'rayotganingizdek, bizani shlaka bloklar bormi, shundoq nam joyidan olib yopishtirib ko'ramiz. Chunki haqiqiy crash test shunaqa bo'lishi kerak. Aynan shu kleydan boshlaymiz. Bu premium Nero Power Flex MS degan kley, ya'ni усиленный montajniy kley hisoblanadi. Bunga g'isht bilan shlaka blok yopishtirib qo'ysak, menimcha yaxshi bo'ladi. Undan tashqari bundan ham усиленный kleylarimiz bor. Ularni ham tekshirib ko'ramiz. Nero kleyimizni montajniy pistoletga joylashtirib oldik. Endi o'zi gazobeton pena bloklarga mo'ljallangan, biz maksimalniy og'ir narsani kleylaymiz. Ya'ni biz kleylaydigan narsa shlaka blok bo'ladi. Qani bismillah. Qani bismillah. Endi ustida turib ko'rish kerak deb buni. Shuning uchun ko'proq kley suraman. Qani necha kilogacha bardosh berar ekan. 1 kvadratga 300 kilo deb qo'yibdi. Bu yerda menimcha 0,1 kvadrat bo'lsa kerak yoki 0,15. Buni biz bu yoqqa yopishtirib qo'yamiz. Qani ketdi. Primo devorga. Tak. Bittasi yes. Endi g'isht kleylab ham ko'ramiz. G'ishtni qanaqasiga kleylaymiz? Bunaqasiga kleylab ko'raylik. Ustiga turishga oson bo'ladi. Kleyimiz yetmaydi-yu. No bizda bor, grey. Menimcha mana shu yetib ortsa ham kerak. Yes. Endi buni yonmachasiga yopishtiramiz-da, ustiga turib ko'ramiz ertaga. Böyle, shundoq turishida yopishtirib qo'yamiz. Endi montajniy kleyimizga, ya'ni именно montajniy kley deganda Neroni Power Flex MS kleyiga kafillarni yopishtirib ko'ramiz. Kafillar nuqtalar bilan yopishtirib qo'yamiz va ertaga ko'chirib qo'yishga harakat qilamiz. Bo'ldi. Bu kley juda quyuq bo'lgani uchun joyida qotdi, umuman siljimadi. Ya'ni pastga yoki tepaga siljigani yo'q. Lekin siz undan tashqari baribir bemalol yurg'iza olasiz, ya'ni siljita olasiz, o'ynata olasiz oddiy tilda. Kafilimiz yopishdi. Nero Power Flex MS именно montajniy kleyimizni tekshirdik. Endi navbat Dyson kleyga o'tamiz. Ya'ni Dyson deb nomlanadi xalq tilida. Dyson deyishadi. Ko'pincha tomga ishlatishadi, ya'ni krovinni ishladi, profnastilga yopishtirganda, tanuvlarni quvvatganda, undan tashqari avtomobil sohasida ham ishlatiladi. Ko'pincha lobovoy kleylashni ham bemalol turib beradigan kleylardan. Undan tashqari pastiga adgeziya olmas uchun, ya'ni korroziyalar olmas uchun ba'zi stiklarga именно mashinani tagidagi stiklar yorug' joylarini to'ldirib chiqishga aynan Dyson kley ishlatishar ekan. Hozir buni ham ochamiz. Aynan visokoprочный poliuretanoviy kleylarda tagida mana shunaqa o'zining qopqochasi bor. Bu nimaga desanglar, poliuretanoviy kleylar namlikka juda nozik bo'ladi. O'shaning uchun tagida namlikka qarshi spesialniy narsa ham tashab ketiladi. Aynan shu kleylar krovilshiklar, tomlarga ishlatiladi, chunki bu haroratdan qo'rqmaydi. Peripad, issiq, sovuqdan qo'rqmaydigan germetichniy kley hisoblanadi.
uni masalan mashinalarni tagiga ham surib chiqishadi, aynan shu klayni. Chunki juda baquvvat, ya'ni har xil korroziyalarga juda baquvvat klaylardan bittasi hisoblanadi. Xalq tilida Dyson ham deb nomlanadi. Buni ham hozir tekshirib ko'ramiz. Nero poliuretanli klayimizni u asosan krovilchiklar yoki avtomobilda ishlatilsa, demak metall bilan zo'r gaplashadigan klay. Shuning uchun biz uголnikni, oddiy uголникni devorga yopishtirib qo'yamiz. Hozirgi paytda aynan ya'ni Dysonga o'xshaydigan высокопрочный poliuretanoviy klayni podelkasi ham chiqib ketibdi. Oddiy nima deydi? Rangi bir xil, lekin ichidagi sostavi boshqa bo'lib, olib kirib sotilayotganini ham eshitdik. Bu aynan original hisoblanadi. Bunga 100% kafolat. Endi buni ertaga qanaqa ko'chiraman, buni o'ylamayapman, lekin menimcha juda baquvvat yopishsa kerak. Mana g'ishni ham yopishtirib qo'yamiz. G'ishni bunaqasiga yopishtiramizmi, bunaqasiga yopishtiramizmi? Farqi yo'q. Bu suvdan qo'rqmaydigan, yana bir bor takrorlayman, imенно poliuretanoviy высокопрочный klay hisoblanadi. Ikkalasini yopishtirib qo'ysak-chi, ikkita g'ish qilib. Nima deysiz? Ustma-ust. Yo'q. Bunisini aynan professionalniy montajniy penaga qoldiramiz. Именно kuchaytirilgan klayli varianti. Bambukoviy panel qo'yayotganda Notex joylarga aynan shu klayni ishlatishadi. Ya'ni pena klay deyilar ekan. Nomini eslab qolinglar. Bondmaster. Nero Bondmaster. Aytgancha, bularda sovg'a va bonuslari bor. Telegram kanalidan registratsiya qilib qo'yib, bu yog'ini o'chirsangiz, bu yoqda albatta сразу же bonusga ega bo'lasiz. Aynan ustala bonus hisoblanadi. G'ishtni ham shundoq olganmiz yerdan. Shuning uchun suroviy условияlarda biz hozir bilan tekshiryapmiz. Qanaqa o'zini tutar ekan. Aslida bunaqa penalarga unaqa og'ir narsalar albatta klaylanmaydi. Biz faqat test uchun qo'yamiz. Shu g'isht ustiga klaylab qo'ysak, nima deysiz? Bo'ldi. Korobni ham tekshirib ko'ramiz, ko'pincha elektrikli ishlatiladi. O'zini qanaqa ushlayotgan. Qani o'zini qanday ushirgan bu? Ya'ni yopishtirganda o'ynab ketadimi yoki qoldirgan razmerimizda qoladimi? Umuman siljimadi. Ya'ni buni qulaylik tarafi bu klayni fasad qismlariga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Aynan poliuretanoviy высокопрочный klay Dyson deb nomlanadi. Xalqda Nero'da ham bor, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Albatta usta bonuslari bor. Shu Telegram kanaliga o'tib registratsiya qilib qo'yasizlar. Shu joyini o'chirib, avtomatik tarzda ustalar bonusiga ega bo'lasizlar. Aynan hozir klaylab qo'ygan kabelni korobimiz nima uchun tekshirdim? O'zi siljib qoladimi, tushib ketadimi? Именно Nero'ni высокопрочный poliuretanoviy klay shu taraflari yaxshiki, birinchidan bemalol tashqi tarafga issiq sovuqqa chidaydiganligi va qandoq qo'ysam xuddi shundoq qotishidan menga juda yoqdi masalan. Undan tashqari albatta usta bonuslari bor. Registratsiya qilib qo'yasizlar Telegram kanalida va albatta bonusga ega bo'lasizlar. Bonusimiz Chazor avtomobiligacha. Hozir Nero professionalniy seriyadagi klaylarni ishlatib ko'rdik va ustiga qo'yib chiqdik. Qaysi klayda nimani yopishtirdik? Masalan, bu shlakoblokni biz aynan Powerflex MS bilan yopishtirdik. Усиленный montajniy klay. Undan keyin buni ham xuddi shu klayda yopishtirdik. Bu shlakoblok bilan bug'ishni aynan bu shlakoblok va bug'ishni высокопрочный poliuretanoviy klayda yopishtirdik. Aynan Nero Proflex degan klay. Bu tashqariga bemalol ishlataverasiz, ya'ni bu ikkalasini issiq sovuqdan qo'rqmaydi. Umuman pogoda зависимый emas. Tepadagi g'ishimizni biz Nero tepadagi g'ishimizni biz aynan Nero Bondmasterga yopishtirdik. Bu высокопрочный klay kuchaytirilgan Nero penasi bo'ladi. Temirni ham biz poliuretanoviy высокопрочный klayga
aynan temirni ham biz yopishtirib ko'rdik. Ertaga sug'urishga harakat qilamiz. Aynan shu klayga, visokoprочный poliuretanoviy klayga. Undan tashqari o'zim uchun ham hozir yengillik bo'ldi. Shunda olib montajni koroblarni yopishtirsak pastga ketib qolardi ba'zilarida. Hozir bu montajni kley yopishtirganim birinchidan fasad qismida bo'lgani uchun, ikkinchidan ultra binafsha nurlariga bemalol chidab beradigan kleylardan tashqariga ishlatiladigan fasadni kleylarda yopishtirib ko'rdim va menga bitta narsasi yoqdi. Umuman joyidan siljimadi. Ya'ni qo'ydingiz, bo'ldi. Albatta siz siljita olasiz, lekin qo'ygan razmeringizdan 1 mm ham tushmayapti. Xullas, siz bilan Nero jamoasi siz uchun bu videolarni qilyapmiz. Agar video yoqqan bo'lsa, albatta like va kommentariyalarni kutib qolamiz. Ertaga buni ko'chirganda ko'rishguncha. Assalomu alaykum, hurmatli mehribonlar. Siz bilan yana Nero jamoasi. Rovno 3 kun oldin biz Nero kleylarini, ya'ni professional liniya kleylarini ishlatib, har xil narsalarni yopishtirib ko'rdik. Bu shlakoblok yonmachasiga yopishtirdik, keyin g'ish yonmachasiga yopishtirdik. Har bitta yopishtirayotgan elementlarimiz biz har xil kleylar ishlatishga harakat qildik. Mana bu yerda professional montajniy, ya'ni усиленный montajniy kley ishlatganmiz. Undan tashqari bu liniyaga visokoprочный Dyson deb nomlangan Nero Proflex высококачественный kleyni ishlatganmiz. O'zi pena bilasizlar, yaxshi ushamaydi, ko'chib ketishi ham mumkin. Hozir tez endi uni ham yopishtirib qo'ydik. Tagiga yopishtirilgan g'ishimiz ham aynan Nero professional liniyasini Proflex mana shu g'ish yopishtirib qo'ydik. O'zi aslida 3 kun menimcha kam, chunki любой kley kleylayotganda havo teggan joyi tez qotadi, lekin o'rtalarida qanaqadir vaqt kerak bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni shunga biz 3 kun ham o'tmadi, 2,5 kun o'tdi. Hozir shularni ko'chirib qo'yamiz. Tagiga spesialniy fiksator berganmiz, ya'ni shu g'ishlarni qotirish uchun fiksator berib, fiksatorni shu stol sifatida ishlatdik. Hozir buni olib ko'ramizda, hammasi havoda qoladi. Bu temirli elementlarimiz, plastik elementlar, keramika elementlari, g'ish va oddiy shlakoblok. Shunda olib esingizda bo'lsa, qandoq ho'l va nam turgan variantida shunday yopishtirib olganmiz. Xullas, hozir fiksator, ya'ni stolimizni olamiz va eksperimentlarni boshlaymiz. Eksperimentlarni boshlash uchun men atilab har xil ключlar oldim. Bu ключni tortib ko'ramiz izlomga, ya'ni qanchalik bizning ugolnigimiz aynan shu Nero Proflex qanchalik ushashganini ham ko'ramiz. No, menimcha oson bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki hozir qo'lim bilan ya'ni bir chekkasini tortib ko'rdim. Salpal elastichniy deyiladimi? O'zi Dyson kleylarni ishlatganda biladi, u asosan juda suroviy joylarda ishlatiladi, ya'ni mashinalarning tagiga, keyin tomlik ishlatiladi. Juda harorat o'ynaydigan joylarda va umuman hech qanaqa korroziyaga uchramaydigan kleylardan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun bu temirni menimcha olishimiz sal qiyinroq bo'ladi. Xullas, nima qilamiz? Fiksatorimizni yechib ko'ramiz. Fiksatorimizni yechib ko'ramiz. Bo'ldi, stolimizni olib tashladik. Hozir endi nimadan boshlashni ham bilmayman. Menimcha stol ustiga turib, keyin mashkley ustiga turib ko'rib shunaqa tekshiramiz boshida. Qani bardosh berarmikan meni vesimga? Men salkam 100 kiloman, 95 kilo atrofida. Qani ustiga chiqib ko'ramiz endi. Menimcha umuman siljimasa kerak. Tak. Endi qanaqa ushasa ekan mana. Qo'limni olib turibman, prosta ushab turish uchun. Tagidan ushayman, mana upor shunda rovno pastga ketadi. Menimcha umuman hech nima bildirmayapti bu. Endi bu imенно ishlatgan kleyimiz. Mana mana shu kleyga yopishtirganmiz, усиленный монтажный kley, жидкий гвоздь deydi, именно fasadniy varianti. Bu professional lineyka. Har bitta kleyimizda usta bonuslari bor.
registratsiya qilib o'chirib qo'yasizlar, to BYD jazorgacha yutib olishinglar mumkin. Chunki o'tgan yili уже mashinalar yutilgan va undan tashqari eng kamida 5% vazirati bor cashback. Endi temir siljitib ko'ramiz. Bu temir aynan Neuroproflex Dyson deb nomlangan klayga yopishtirdik. Ko'pincha shu aytganimdek tomlagan mashina tegi ishlatiladigan. Ko'rayotganingizdek temir elastichning o'rniga qimillab turibdi. Umuman xuddi anu svarka qilib qo'ygandan ham svarka qilib qo'ygan bilan bir xil. Oy. Yo, men seni ochaman baribir. Temir bukilib ketdi. Lekin men sindiraman hozir. Men bilmayman qanaqa kuch bilan uryapman. No kuvaldani sindirishga aqlim yetadi. Qo'limda kuvalda emas, bolta, lekin kuvaldani sindirib yuraman. Bolg'a, uzr, bolg'a. Kley o'zini menimcha juda yaxshi tarafdan o'zini ko'rsatdi. Chunki ancha zarbalar berdim. Devori singanmi? Ha, mana. Bo'ldi. Treshini bergan buni udarni ko'chirib oldik. Operator yaqinroq keling. Mana nimani olsa, bu aynan suvoqni sindirib qo'ygan variant. Ko'rayotganingizdek, mana shu temirdiga turgan hamma mana suvoq, hamma mana shu kraskasi shu yerda o'zida qolib ketdi. Bu kraskasi aynan. O'shaning uchun kley ishlatayotganda biz olib yopishtirib qo'ydik. Kley ishlatayotganda albatta ustki qism, ya'ni ishlatayotgan kley qo'yayotgan ustki qism toza bo'lishi kerak. Yog'dan va kraskadan toza bo'lishi kerak. Albatta changdan ham. Hozir buni uzib ko'rdik. Ko'rganingizdek, mana shu suvog'i bilan ko'chdi va mana shu yerdagi hamma kraska shu yerda qolib ketdi. Ya'ni temir bilan primoy kley kontakt bo'lmadi. Agar bo'lganda menimcha umuman sug'ora olmasdik. Bo'ldi. Bu aynan shu kleydan ishlatilgan высокопрочный poliuretanoviy kley. Bu juda tomlarda, mashinalarda ishlatiladi. Xullas, o'zini 100% yaxshi tarafdan ko'rsatdi deb o'ylayman. Xullas, shunda endi nimaga? Endi montajniy professionalniy kleyimizni men ustiga hozir buni turdik. Endi buni hozir urib sindirib ko'ramiz. Qani. Mashina ham boshladik, urib sindirib ko'ramiz. Shlakablok o'zi chochilib ketdi. Lekin kley joyidan siljigani yo'q, shlakablok o'zi maydalanib ketdi. Kley o'ziga uramiz. Xullas ko'rganingizdek, umuman yani kley bilan shlakablok o'zini shu tegi qismi yopishib qolgan. Devordan ko'chaman demadi ham. Shlakablok chochib yordik, lekin kley qanday turgan bo'lsa, shunday turibdi. Hozir urib ko'chirib ko'ramiz sal-pal kusogini. Mana. Ko'chyapti. No, ko'chyapti qanaqa? Mana shu yerda polностью mana shu devordagi qum, ya'ni devor tozalab bo'lmagani uchun ko'chyapti. Lekin shlakabloki ushlash bo'yicha va kley bilan devor ushlash bo'yicha
maksimal kuchini ko'rsatdi kley. Ya'ni ustki qismni обязательно tozalash kerak. Kley ko'chmayapti. Ya'ni primoy agar bu yerda boshqa narsa bo'lganda, menimcha, agar silliq toza kafel bo'lganda, umuman ko'chira olmasdik. Hozir endi g'ishga o'tamiz. G'ish qandoq o'zini o'sha yerga. G'ishga tak. Yonmachasiga kleylangan g'ishga turib turamiz. Qo'limni qo'yib yuboryapman. Mana pastdan ushlayman. Mana upor primoy g'ishga ketyapti. Qandoq kleylanganini, menimcha bundan ortig'i 100 kilo hozir bosim bo'ldi. Aslida bular 1 kvadratgacha, ya'ni 1 kvadratli narsani kleylasangiz 300 kilo ushlaydi deb qo'ygan. Mana yerda etiklik hozir necha santimetr? 7 santimetr 25 santimetr. Bu 0,2 0,1 0,2 kvadrat deb o'ylaymiz. Ya'ni o'zini ortig'i bilan ko'rsatib beryapman. Parametrlarimdan kuchliroq zapas berdim hozir. Agar men 100 kilo bo'lib turib, mashina 1 kvadratga ko'paytiradigan bo'lsak, menimcha 1 tonnani bemalol ushirsa kerak. Chunki aynan shu kvadratura hozir 100 kiloni ushadi. 1 kvadrati menimcha bemalol tonnani umuman bez problem ko'taradi. Mana shu devor o'zida. Endi tak. Ikkinchi kleyimizga keldik. Bu shlakoblokni yonmachasiga yopishtirganmiz. Turib turamiz. Sal cho'chish bormi? Bor, albatta. Chunki devor tozalanmagan umuman va devor changi bilan ko'chib kelish ehtimoli juda katta, lekin men pastga qarab tushib ketishim mumkin. Xullas, yondan olib turing operator g'ishni turishini, ya'ni shlakoblokni yopishtirgani. Bu hozir juda katta nagruska bo'lyapti aslida. Chunki bu richak sifatida rol o'ynaydi. Agar men bu yerga 100 kilo turgan bo'lsam, men bu yerdagi bosim zichligi juda katta. Kamida 3-4 barobar bo'ladi. Bu yoqda tortish kuchi ham 3-4 barobar bo'ladi. Bu yoqni izohlarda yozib olasizlar. Qancha kilo. Mana men burchagida turibman. Burchagida mana burchagida 100 kilo hozir tepadan ham itaryapman. Salpal где-то 100-110 kilo bosim beryapman. Bu yoqda 4-5 barobar ko'proq bo'ladi. Chunki richak sifatida rol o'ynayapti. Endi buni sindiramiz. O'zimizni kleydan bemalol zina qilib chiqib ketsak ham bo'lar ekan, ha? Singan narsa shlakoblok. Sifatli shlakoblok sinib ketdi. Kleyga boshqa farqi yo'q. Chunki Nero kleyni ishlatganmiz. Nero montajniy усиленный kley va Nero Proflex. Bu именно tomchilar, labovoy yopishtirishga poliuretanli высокопрочный kley deyiladi. Labovoy yopishtirishlarda, keyin tomlarga mana shu tanuvlarni yopishtirib chiqishda haroratdan, korroziyadan, umuman hech qanaqa atmosferniy воздействияларdan qo'rqmaydigan ultra binafsha nurlariga bardosh beriladigan kleylardan bittasi hisoblanadi. Aynan Nero Proflex. Buni analog sinonimi, bu aynan sinonimi Dyson deymiz. Dyson deb deyishadi. O'sha kley bilan analog. Da, keyin adashib qolmanglar. Aynan shu kley, высокопрочный poliuretanoviy kley, shunga o'xshab ham chiqyapti. Bu degani oddiy жидкий gvozdni olib, shunga rang o'xshatib, именно mana shu kleylarni, ya'ni Dysonga o'xshagan kleylarni podelka qilishyapti. Chunki uni ancha narxi arzon bo'ladi. Высокопрочный poliuretanoviy kley o'zi hididan ham ma'lum bo'ladi. Ustalar buni hididan sразу tushunadi. Shunaqa hozir podelkalar ham chiqib ketgan demoqchiman. O'shaning uchun ehtiyot bo'lasizlar. Высокопрочный poliuretanoviy kleyda tagida o'zi yopilgan bo'ladi va ichida namlikka qarshi, ya'ni sharik yoki shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Chunki poliuretanoviy kley namlikni uncha yaxshi ko'rmaydi. Именно montajdan keyin yaxshi o'zini qotish uchun, ko'rsatish uchun. Tak, buni sindiramiz. Sinib ketdi. Lekin qancha sindirmasam ham kley shlakoblokka o'z asl formasini ushlab turibdi. Ya'ni agar shlakoblok qancha baquvvat bo'lganda, hozir shuni sindirishim ham shuncha baquvvat bo'lardi, qiyin bo'lardi. No, shlakoblok o'zi
ko'chmadi, ya'ni ildizi turibdi shu yerda. G'ish maydalayapmiz. G'ish ham xuddi shunaqa, g'ish chochilib ketdi. Lekin kley turibdi. G'ishni burchagidan ko'chirib oldi ham, mana ko'rayotganingizdek, g'ishni burchagidan, chetidan ko'chirib oldi. Yana bir bor takrorlayman. O'shaning uchun kley surayotganda har doim sifatli tozalash kerak. O'shanda yanada kuchliroq yopishadi. No, shunda ham ko'ryapsizlar, umuman tashlab o'rgani yo'q. Aynan hozir g'ishni urib sindirganimizdan keyin shu narsa ko'rindiki, что g'ishni prямо o'zidan ko'chirib oldi. G'ish sinib chochilib ketdi, lekin kley va g'ishni umumiy qismi hali devorga yopishib turibdi. Bu degani kley sifatidan beriladi. Sifatidan ma'no beradi, ya'ni juda sifatli kleyligi shu yerdan ma'lum bo'lyapti. Buni ustiga chiqib ko'rdik, buni sindirib ko'rdik. Albatta kley toza surishdan oldin ustki qismlarni tozalash kerak, changdan va har xil kraska yoki undan eski bo'lgan kleylardan hammasini tozalashimiz kerak. Pena o'zi ko'pincha mo'ljallanmagan qattiq yopishishga, chunki u poliuretanoviy высокопрочный kley emas, u montajniy kley emas. Penani bilasizlar qanaqa yopishini. O'shaning uchun pena asosan romlarga ishlatamiz. Shuni ham chiqib ko'raman. Chiqib ko'rdik. Pasti bukilyapti, chunki kleyga yopishgan. U kleyimiz u faqat ozgina qismi yonmachasiga yopishtirib qo'yganman. Umuman qimillashini sababi высокопрочный полиуретановый клей, эластичный bo'ladi. Shuning uchun bemalol. Так. G'ishimizdan pena umuman ko'chgani yo'q. Ko'rayotganingizdek, devordan ham pena ko'chgani yo'q. No, pena высокопрочный montajniy kleylarga o'xshab ishlamaydi. Ularni pena o'zi yirtiluvchan material hisoblanadi nomiga. Buni asosan romchilar, eshikchilar ishlatadi va aynan shu Nero professionalniy pena kleyimiz, aynan bu Nero pena kleyimiz oddiy penalardan nima farqi bor? Bunda kley kuchaytirilgan bo'ladi. Высокопрочный professionalniy ishlarga aynan shu kleyni tavsiya qilib qolardim. Ko'pincha panellarni, bambukoviy panellarni yopishtirishganda ishlatishadi va undan tashqari zinachilar ishlatishadi. Umuman buni ishlatiladigan, применение qilinadigan joylari juda ko'p. Shu joylariga qarab bemalol ishlataverasizlar. Aynan shu Nero Bondmasteri. Buni oddiy penalari ham bor. Xolos, endi biz g'ishga qaytib kelyapmiz. G'ish juda eng burchagidan o'shanib turibdi, o'shaning uchun qimillayapti ham. Katta nagruska beramiz. Berganmiz. Bo'ldi. Ketdi. Bunga imенно nagruskasi katta bo'lgan. Shuning uchun hozir urganimizni kleydan ko'chdi, lekin aslida kley yaxshi hali qotolmagan. Aynan shu kley. Endi kley qotolmaganini shu yerdan bilsak bo'ladi. Bossam ichi hali qotmagan. O'shaning uchun biz endi 2,5 kundan qildik. Xolos. Bu aynan высокопрочный poliuretanoviy kley. O'rtasi yaxshi mana qotmagan hali. Chunki havo ya'ni kirgan joylar qotgan, o'rtalari yaxshi qotmagan. O'shaning uchun hozir ko'chdi. Qolganlar juda yaxshi yopishdi, chunki shlakoblokdan primoy havo o'tgan. Endi kafilimizga keladigan bo'lsak, endi kafilni menimcha juda qiyin bo'ladi ko'chirish. Birinchidan площадь opori juda katta bo'lgan. Ikkinchidan kafil o'zi juda yengil narsa va kafilni ko'chirish uchun menimcha spesialniy instrument qidiramiz yoki mana shu burchagi bilan urib sintiraveramiz. Kafilni urib chochib tashladim. Ko'rayotganingizdek kafilni urib chochib tashladik, lekin hali ham qo'yib yubormayman deyapti. Nimaga bunaqa sirazu urmadim? Chunki bunaqa ko'chirish o'zi juda vaqt ketadi bunga. Xullas,
Kattalar tushundi meni, juda yaxshi. Kafil ishini ham biladi. Agar kafilni butunlay ko'chib kelsa, demak ish yaxshi bo'lmaydi. Oddiy kafilga kley. Yaxshi kafilni kleydan ko'chirish uchun maydalab o'tirish kerak. O'shanda haqiqatan любой kafilni kley bo'ladimi yo boshqa kley shunda bilasizlar, что bu butunlay ko'chib kelmayotganini. O'shaning uchun hozir bunga bir 10 minut kerak kamida maydalab tozalash uchun. Kleyga o'zingizlar baho beraverasizlar. Men чисто откровенный video qildim. Ya'ni sizlar uchun shu narsalarni ko'rsatishim uchun uzoqlarda kommentariyada o'zingizlar yozasizlar. No mani o'zimni professionalniy o'zimni ish jarayonimni tenglashtiradigan bo'lsak, kley 100% o'zini yozilgan tex xarakteristikalarga qaraganda bir 200-300% menimcha zapasi bilan e'tiborgan, chunki yopishish maydoni kichkina bo'lsa ham juda katta yuk ushlayapti. Endi sal-pal nafasni rostla olganimizdan keyin oxirgi elementimiz bu plastikada oddiy kabel kanali, ya'ni plastik nima deydi? Shu kabel kanal deymizda, biz nima deymiz? O'shani yopishtirib qo'ydik. Qanday yopishtirgan bo'lsak, shunisi yoqdi menga. Qanday yopishtirgan bo'lsak, xuddi shundoq qotgan. Ya'ni yopishtirayotgan paytimizda siljish millimetrlari bo'lmadi. Shunda ham to'g'irlash vaqtim bo'ldi. To'g'irlab oldim, lekin qo'yib yuborganim bilan o'shani o'zini millimetrda qotdi. Endi buni ana qilib ko'ramiz, buni tortib ko'ramiz. Bo'lmadi. Kuchim yetmadi. Ko'rayotganingizdek, kabel kanalni kleyga yopishtirsa bo'ladimi deganda, bemalol qo'rqmasdan fasad taraflarga yopishtirsangiz bo'ladi. Umuman nima deydi? Kafel umuman kley taraf umuman ko'chmayapti. Kabel kanalini o'zi, ya'ni kabel korobimiz ko'chyapti-yu. Kley taraf umuman ko'chayotgani yo'q. Endi bunga boshqa menimcha qo'shiladigan narsasi ham bo'lmashi kerak. Xullas, agar video yoqqan bo'lsa, albatta sizdan like kutib qolamiz, chunki bizani harakatimiz, bizani qilayotgan ishlarimiz bu sizning diqqatlaringiz. Xullas, siz bilan Nero jamoasi va kelajakda shunaqa eksperimentlar yanada ko'proq qilishimiz uchun va albatta kelajakda yangi videolarni ko'rish uchun qo'ng'iroqcha belgisini albatta bosib qo'yish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling. Siz bilan Nero jamoasi. Albatta salbiy fikr beruvchilar ham bo'ladi. Hozir men buni juda tez tortib yordim, balki o'shanga sekin tortish kerak edi deb fikrlaydigan yoki yozadiganlar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sekinroq tortib berishga harakat qilaman. Mana birinchi bunda sekin tortaman. Endi bundan sekini qanaqa? Uni sekin o'zi tortyapman. Qo'lda tortib bo'lmaydi. Qo'lda iloji yo'q, umuman. Kuchim yetmaydi qo'lda. Sirpanib ketyapti. Endi bitta narsa fikrimga kelib qoldi-da. Dubil probkalar bilan urib qotirardik-da biz. Nima kerak bor? Buni tayyor kley olasan. Surib chiqsan, tap yopishtirasan, ishing ham tezroq bitadi. Aynan anaqa baqvatligi 100% baqvatroq yopishgan. Ya'ni dubil probka bilan men tirilatib, miyam ortgandan ko'rsib, mana shunday kley surib, uni yopishtirib qo'yganim menga ancha nima deydi? Menga ma'qul-da. Jiddiy go'z hisobida. Da, jiddiy go'z hisobida. Bu ham jiddiy go'z, bu высококачественный kley hisoblanadi. Высокопрочный. И menga bitta narsasi yoqdi, razmeri siljigani yo'q. Qanday yopishtirgan bo'lsam, xuddi shunday. Endi ertaning kotelingni terayotganda men boshqa dubil probka 6 ga 40 degan narsa ishlatmayman. Men ishlatadigan narsam mana shu bo'ladi. Nero Proflex yoki mana ichki, yo'q, tashqi hammasi tashqi, fasad uchun ham ichki uchun ham. Mana bu Nero menga yoqqani mana shu усиленный montajный kley. O'zini haqiqatan zo'r ko'rsatdi. Ya'ni mashinaga ko'r bilan endi bemalol mashinaga yopishtiraveraman-da. Ko'rayotganingizdek, hammasini siz uchun qilib ko'rdik. Salomat bo'ling, siz bilan Nero jamoasi. Yana bir bor. Yana bir bor. Kafillikka 5 ketdim kafilga. Sizga nimaligini tushuntirib bering. Haligi bo'ldi. joy qo'ya olmadik-ku, haligi negativlar uchun o'tirib gapiring, işte, qani to'xtay. Bitta olib. Yo, mana shundoq. Ketdim? Mana shu ikkita. Yo, men gapirolmayman, jim tursang-chi. Mana shundoq gapiraman. Ha, bo'ldi.
qiyinroqda bunda. Ketdim. Bak. Operatorimiz so'rayapti, mana shu ikkita iz nima uchun? Boshida bo'tga g'isht qilayotganda penaga biz ushlata olmadik, o'shaning uchun oxiriga qoldirdik. O'shaning uchun imенно mana shu izlari qolib ketgan. Chunki har xil savollar tug'ilib qolishi mumkin albatta. Bu oddiy g'isht qilayotganimizda g'isht o'ynagan sababi bu yerdan ko'chirib boshqa joyga yopishtirganmiz. Bo'ldi.